Duo ham shifodir. Nabaviy ruqya, dam solish duosi. Abu Said al-Hudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Jabroil alayhissalom Nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, "Ey Muhammad, bemor bo'ldingizmi?" deb so'radilar. U zot, "Ha" dedilar. Shunda Jabroil alayhissalom shunday dedilar: "Bismillahi arqik min kulli shay'in yu'zik min sharri kulli nafsin aw 'ayni hasidin Allohu yashfik. Bismillahi arqik." Ma'nosi: Allohning ismi ila senga dam solaman. Har bir aziyat beradigan narsadan, har bir nafs yoki hasadchining ko'zi yomonligidan dam solaman. Alloh senga shifo bersin. Allohning ismi ila senga dam solaman. Sahih Muslim. Bismillahi arqik min kulli shay'in yu'zik min sharri kulli nafsin aw 'ayni hasidin Allohu yashfik. Bismillahi arqik.